Mana bu 10 santi hech nima narsani hal qilmaydi. Padakonni qanaqa qo'yaman, qanaqa qilib chiqaraman deganlar uchun tayyor sizlarga gapiramiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, xudo xolasa qo'limdan kelgancha tushuntirib beraman. Ko'rishingiz mumkin, padakonni qo'yib berganmiz va padakonni bu tarafga chiqqan, u tarafiga ham chiqqan va yonidan ham taxminan 8 sm chiqqan ko'rishingiz mumkin. Endi akalar qaranglar, padakonni qildirayotganda nimaga ahamiyat berish kerak? Shablon qo'yasizmi, qo'ymaysizmi? Bu bir. Yonga chiqarasizmi, chiqarmaysizmi? Bu ikki. Endi akalar hozir baytga xudo xohlasa shablon qo'yiladi. Chunki razmer aniq. Shablondan keyin kamida 1 sm yo 2 sm chiqib turishi kerak. Va mana bu oldi ham menga shablon qo'yilgandan keyin tiyaga ham deyiladi. 1 sm yo 2 sm bekkan tashlab beriladi. Shuni hisobiga olib mana shunday katta qo'yiladi. Shablon qo'yaman ertadan keyin yana buzib tashlamayman, yana katta rasxodga tushmayman desiz, mana shu videomizni saqlab qo'ying. Sababi shablon qo'yishingiz aniq bo'lsa tashqariga chiqaring. Va iloji boricha professionallarga qo'ydiring. Sabab yaqinda ham bir xonadonni ko'rdim. Bahorda tayyorlab berganmiz, 1 yil o'tmasdan buzdirib, boshqadan yangi qildirish sabab mana bu yerdan qilib qo'yishgan, shablon qo'yilganda bu xunuk holat bo'lib qoladi. Yana endi budjetingizga qarab qilasiz, lekin arzimagan pul, ya'ni arzimagan summaga mana shunday chiroyli holatga keladi, chunki mana bu 10 santi hech nima narsani hal qilmaydi. Xudo xohlasa tiyagalar qo'yilsa juda ham go'zal holatda bo'ladi. Xohlang albastadan, xohlang vibrobetondan qildiring. Lekin agar aniq shablon qo'ydirgan bo'lsangiz, mana bu narsaga e'tibor berishingizni tavsiya qilaman. Mramor internet haqida qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun albatta obuna bo'ling.